Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugungi xabar juda muhim. Bu ma'lumot pensiya olayotgan har bir odamga, pensionerning farzandlariga va yaqinlariga bevosita tegishli. Agar siz pensiyani bank kartasiga olsangiz, naqd pul shaklida olsangiz, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsangiz, albatta oxirigacha eshiting. Chunki oddiy bir hujjatdagi xato, bank kartasining muddati tugashi, yashash manzili o'zgargani yoki elektron bazadagi nomuvofiqlik sababli pensiya kechikishi, qayta hisoblanishi yoki vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men bugun sizga hammasini oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Hozir nimalarga alohida e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hollarda pensiya miqdori qayta ko'riladi? Qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerak? Va eng muhimi, ertadan boshlab aniq nima qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday muhim ogohlantirishlar ko'pincha odamga pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini deyarli bir xil tartibda olardi. Kimdir mahalla orqali, kimdir pochta orqali, kimdir bank kartasiga. Hujjatlar bir marta topshirilgandan keyin ko'p odamlar endi pensiyam o'zi kelaveradi deb o'ylardi. Albatta ko'p hollarda shunday bo'ladi. Lekin hozir tizim tobora elektronlashmoqda. Ya'ni pensiya faqat bitta qog'oz papkaga qarab emas, balki bir nechta elektron ma'lumotlar bazasi orqali tekshiriladi. Masalan, fuqaroning pasport ma'lumotlari, she'r raqami, yashash manzili, bank hisob raqami, nogironlik muddati, ish staji, rasmiy ishlayotgan yoki ishlamayotgani, ayrim hollarda chet elga chiqish holati, vafot etganlik qaydi, vasiylik yoki ishonchnoma ma'lumotlari elektron tizimlarda solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Agar hamma ma'lumot to'g'ri bo'lsa, pensioner uchun qulaylik ortadi. Navbat kamayadi, to'lov aniqroq bo'ladi, qayta hisoblash osonlashadi. Lekin agar ma'lumotlarda kichik xato bo'lsa ham, masalan, familiyada bitta harf boshqacha yozilgan bo'lsa, bank kartasi eskirgan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa, shu narsa muammo keltirib chiqarishi mumkin. Oldin ko'p masala joyida. Tanish xodim orqali og'zaki tushuntirish bilan hal bo'lib ketardi. Hozir esa tizim hujjat va bazadagi ma'lumotni talab qiladi. Men buni yomon narsa deb aytmayman. Aslida bu tartib adolat uchun kerak. Kimga qancha pensiya tegishli bo'lsa, o'sha miqdor to'g'ri berilishi kerak. Lekin pensionerlarimizning ko'pchiligi internetdan foydalana olmaydi, elektron kabinetga kira olmaydi, SMS xabarni tushunmaydi yoki bank ilovasini ishlatmaydi. Shuning uchun bugun men aynan shu nozik joylarni tushuntiryapman. Birinchi navbatda pensiya olayotgan har bir kishi o'zining 3 ta ma'lumotini tekshirtirib qo'yishi kerak. Shaxsiy ma'lumotlari, to'lov ma'lumotlari va pensiya tayinlanishiga asos bo'lgan hujjatlar. Shaxsiy ma'lumotlar deganda pasport yoki ID karta, JSHR, tug'ilgan sana, familiya, ism, yashash manzili tushuniladi. To'lov ma'lumotlari deganda bank kartasi, hisob raqami yoki pensiyani yetkazib berish usuli tushuniladi. Asos hujjatlar deganda mehnat daftarchasi, ish staji, nogironlik ma'lumotnomasi, boquvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar. Vasiylik hujjatlari kiradi. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasiga olib kelgan. Kartaning muddati 2024 yil oxirida tugagan, lekin otaxon buni sezmagan. Bank yangi kartani tayyorlagan, ammo otaxon filialga bormagan. Natijada pensiya hisoblangan bo'lsa ham, karta faol bo'lmagani uchun puldan foydalanish qiyinlashgan. Odamlar ko'pincha pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo pensiya tayinlanishida emas, bank kartasida bo'ladi. Shuning uchun har bir pensioner kartasining old tomonidagi amal qilish muddatini tekshirsin. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bank oldindan murojaat qiling. Karta tugagandan keyin emas, tugashidan bir oy oldin harakat qilsangiz muammo bo'lmaydi. Ikkinchi misol, 62 yoshli ayol ilgari boshqa tumanda ro'yxatda bo'lgan, keyin farzandining uyiga ko'chib o'tgan. Pasportdagi doimiy ro'yxat boshqa joyda, amalda yashayotgan manzili boshqa joyda. Pensiya bo'limiga o'z vaqtida xabar berilmagan. Agar pensiya naqd shaklida yetkaziladigan bo'lsa, bu katta muammo tug'diradi. Xodim eski manzilga boradi. Pensioner topilmaydi, to'lov qaytadi yoki kechikadi. Bank kartasiga oladiganlar uchun ham manzil muhim. Chunki ayrim rasmiy xatlar, tekshiruvlar va chaqiruvlar ro'yxatdagi manzilga yuborilishi mumkin.
Shuning uchun yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, baribir kartaga tushadi-ku deb beparvo bo'lmang. 3-misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning nogironlik muddati 1 yilga belgilangan. U muddat tugashidan oldin tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak edi, lekin kechikdi. Tizimda nogironlik muddati tugagan deb ko'rinsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda pensioner men axir kasalman, o'zim bora olmayman deyishi mumkin. Bunday holatlar bor. Shuning uchun farzandlar, qo'shnilar, mahalla faollari bunday odamlarga yordam berish kerak. Agar odam yura olmasa, tibbiy muassasaga oldindan murojaat qilib, ko'rik tartibini aniqlashtirish zarur. Eng katta xato muddat tugaganidan keyin yugurib yurish. To'g'risi, muddat tugashidan kamida 20-30 kun oldin hujjatlarni tayyorlash. 4-misol. Pensioner rasmiy ishlashni davom ettiryapti. Bunday holatda ayrim to'lovlar, qo'shimchalar yoki qayta hisoblash masalalari alohida tartibda ko'rilishi mumkin. Men bu yerda hammani qo'rqitmoqchi emasman. Rasmiy ishlashning o'zi pensiya yo'q qoladi degani emas. Lekin ishlayotgan pensioner o'z holatini yashirmasligi kerak. Chunki ish haqi, ijtimoiy soliq, staj va boshqa ma'lumotlar elektron tizimlarda ko'rinadi. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy manbalardan aynan sizga tegishli tartibni so'rang. Ayniqsa qo'shimcha nafaqalar, kompensatsiyalar yoki imtiyozli to'lovlar olayotgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Ba'zan asosiy pensiya emas, aynan qo'shimcha to'lov bo'yicha savol tug'iladi. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi guruh bank kartasi muddati tugagan yoki tez orada tugaydiganlar. Ikkinchi guruh pasportini almashtirgan, lekin yangi ma'lumotni pensiya bo'limiga yoki bankka yetkazmaganlar. Uchinchi guruh yashash manzilini o'zgartirganlar. 4-guruh nogironlik muddati. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar yoki vasiylik hujjatlari muddatli bo'lganlar. 5-guruh ishonchnoma orqali boshqa odam nomidan pensiya olayotganlar. 6-guruh uzoq vaqt chet elda bo'lgan yoki yaqinlari orqali masofadan pul yechib kelayotganlar. 7-guruh pensiya miqdorida kutilmagan kamayish yoki ortiqcha tushum sezganlar. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, SMS xabarlar kelayotgan bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa muddatli hujjatlaringiz muddati tugamagan bo'lsa, pensiya muntazam tushayotgan bo'lsa, hozircha vahima qilish shart emas. Lekin xotirjam bo'lish beparvo bo'lish degani emas. Hech bo'lmaganda oyga bir marta kartadagi tushumni tekshirish. Yilda bir marta pensiya hujjatlari bo'yicha ma'lumotni aniqlashtirish foydali. Eng birinchi nozik nuqta, pensiya tushmagan bo'lsa, darhol davlat bermayapti deb xulosa qilmang. Sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Ba'zan bankdagi texnik kechikish bo'ladi. Ba'zan karta bloklangan bo'ladi. Ba'zan hisob raqami o'zgargan bo'ladi. Ba'zan pensionerning hujjatlarida mos kelmaslik chiqadi. Ba'zan to'lov sanasidan olish kuniga to'g'ri keladi va amaliyot keyingi ish kuniga suriladi. Shuning uchun birinchi qadam bankdan tushumni tekshirish. Ikkinchi qadam pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish. Ikkinchi nozik nuqta, ortiqcha pul tushsa, uni darhol sarflab yubormang. Ba'zan qayta hisoblash natijasida qo'shimcha pul tushishi mumkin. Bu qonuniy bo'ladi. Lekin ba'zan texnik yoki hujjat xatosi sabab ortiqcha to'lov bo'lishi ham mumkin. Agar odatda 20.200.000 so'm oladigan odamga birdan 2.700.000 so'm tushsa, albatta sababini aniqlashtirsin. Tushdimi? Demak, meniki deb sarflab yuborish keyinchalik qarzdorlikka olib kelishi mumkin. Keyin har oy pensiyadan ma'lum qism ushlab qolinishi ehtimoli paydo bo'ladi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam bir martalik ortiqcha to'lovni kommunalga, dori-darmonga sarflab yuboradi, keyin esa qaytarish talab qilinganda qiynaladi. Uch nozik nuqta: ko'p pensionerlar yoshi katta bo'lgani, kasal bo'lgani yoki bankka borishga qiynalgani uchun farzandiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy yo'l, lekin ishonchnomaning muddati bo'ladi. Muddati tugasa, bank yoki tashkilot pul berishga haqli bo'lmasligi mumkin. Bundan tashqari, ishonchnoma kimga berilgani, qaysi harakatlarni bajarishga ruxsat berilgani aniq yozilishi kerak. Masalan, faqat karta olishgami, hisobdan yechishgami, hujjat topshirishgami, bular farq qiladi. Agar ishonchnomada noaniqlik bo'lsa, xodim rad etishi mumkin. 4-nozik nuqta firibgarlik. Hozir pensionerlar eng ko'p nishonga olinadigan guruhlardan biri. Telefon qilib
pensiyangiz oshirildi. Kartangizni tasdiqlash kerak. Kompensatsiya tushiramiz, SMS kodini ayting. Sizga qo'shimcha nafaqa chiqdi. Plastik karta raqamini yuboring deydiganlar ko'paygan. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kodini aytmang. Bank kartasining to'liq raqamini, amal qilish muddatini, orqa tomondagi CVV kodini, bank islovasi parolini bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 5-nozik nuqta qayta hisoblash. Ba'zi pensionerlar mening ish stajim ko'p edi, nega pensiyam kam deb yillar davomida yuradi. Lekin hujjatlarini tekshirtirmaydi. Agar mehnat daftarchasida yozuvlar noaniq bo'lsa, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olinmagan bo'lsa, ayrim yillar hisobga kirmagan bo'lishi mumkin. Masalan, odam 35 yil ishlaganman deb o'ylaydi, lekin tizimda 28 yil tasdiqlangan bo'lishi mumkin. Qolgan 7 yil bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Agar bu hujjat topilsa, pensiya miqdori qayta ko'rilishi mumkin. Albatta, har doim oshadi deb va'da bermayman, lekin tekshirtirishga arziydi. 6-nozik nuqta familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasi o'zgargan, keyin pasport almashtirgan. Lekin eski mehnat daftarchasida boshqa familiya qolgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Aks holda stajni bog'lash qiyinlashadi. Bu ayniqsa Sovet davrida ishlagan, keyin korxonasi yopilib ketgan ayollarda ko'p uchraydi. Men shuni tavsiya qilaman, barcha eski hujjatlaringizni tashlab yubormang. Mehnat daftarchasi eski buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik va nikoh guvohnomalari, bularning hammasi kerak bo'lib qolishi mumkin. 7-nozik nuqta vafot etgan pensionerning pensiyasi. Afsuski, ba'zan yaqinlari vafot etgan odamning kartasidan pul yechishda davom etadi. Bu juda xavfli. Vafot qayd etilgandan keyin ortiqcha olingan mablag' qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Qonuniy tartib bor. Dafn puli, meros, oxirgi to'lovlar bo'yicha alohida murojaat qilinadi. Lekin yashirincha karta ishlash to'g'ri emas. Farzandlar buni bilib qo'ysin, ota-onaning kartasi qo'lingizda bo'lsa ham bu pulni xohlagancha ishlatish huquqini bermaydi. 8-nozik nuqta men internet bilmayman degan gap endi yetarli himoya emas. Hamma ham telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Lekin siz farzandingizdan, nabirangizdan, mahalla mas'ulidan yoki bank xodimidan yordam so'rashingiz mumkin. Muhimi, yordam so'raganda ham ehtiyot bo'ling. Kartangiz parolni hammaga bermang. Agar nabirangiz telefoningizga bank ilovasini o'rnatib bersa, parolni o'zingiz biling. Pul yechilganini SMS orqali kuzating. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? JSH raqamingiz to'g'ri yozilganmi? Familiya va ism barcha hujjatlarda bir xilmi? Tug'ilgan sana xato emasmi? Shularni ko'ring. Agar hujjatda xato bo'lsa, tuman yoki shahar ichki ishlar bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli rasmiy tashkilot orqali tuzatish tartibini aniqlang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta bloklanmaganmi? PIN kodni bilasizmi? Karta yo'qolmaganmi? Bularni aniqlang. Agar pensiya kartasini yo'qotgan bo'lsangiz, darhol bankka xabar bering va bloklating. Keyin yangi karta ochish tartibini so'rang. Hech qachon kartani begona odamga bermang. Agar farzandingiz yordam bersa ham, pul harakati haqida xabardor bo'lib turing. 3-qadam, pensiya bo'limidagi ma'lumotingizni aniqlashtiring. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mening pensiya ishimdagi ma'lumotlar to'g'rimi? Manzilim, bank hisobim, telefon raqamim yangilanganmi deb so'rang. Agar borishga qiynalsangiz, ishonchli yaqinlaringiz orqali rasmiy tartibda murojaat qiling. Telefon orqali ma'lumot olish mumkin bo'lgan hollarda ham faqat rasmiy raqamlardan foydalaning. 4-qadam, ish stajingizni tekshirtiring. Agar pensiyangiz kam deb hisoblasangiz, mehnat daftarchangizni, arxiv ma'lumotnomalarini, eski ish joylaringiz haqidagi hujjatlarni yig'ing. Qaysi yillar hisobga olingan, qaysi yillar olinmaganini aniqlang. Masalan, siz 1975 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan bo'lsangiz, lekin zavod yopilgan bo'lsa, arxivdan buyruq yoki ish haqi ma'lumotnomasi olinishi mumkin. Ba'zan bitta ma'lumotnoma pensiya hisobida sezilarli farq qilishi mumkin. 5-qadam, muddatli hujjatlarni nazorat qiling.
nogironlik ma'lumotnomasi, ishonchnoma, vasiylik hujjati, talabalik ma'lumotnomasi o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha ayrim tasdiqlar muddatli bo'lishi mumkin. Ularning tugash sanasini alohida daftarga yozib qo'ying. Farzandlaringizga ham ayting. Muddat tugashidan oldin harakat qiling. Kechikish ko'pincha to'lov kechikishiga sabab bo'ladi. 6-qadam, tushumlarni yozib boring. Har oy qaysi sanada qancha pensiya tushdi, qancha yechildi, qancha qoldi, kichik daftar tuting. Bu ayniqsa bank ilovasidan foydalana olmaydiganlar uchun juda foydali. Agar bir oy kam tushsa yoki umuman tushmasa, daftaringiz orqali darhol farqni ko'rasiz. Bankdan chek olsangiz saqlab qo'ying. 7-qadam, shubhali qo'ng'iroqlardan himoyalaning. Telefoningizga pensiya oshdi, kodni ayting deb qo'ng'iroq qilishsa javob bermang. Men bankka o'zim boraman deb telefonni qo'ying. SMS kod bu kalit. Uni bersangiz pulingiz ketishi mumkin. Pensionerlar ko'pincha odamlarga ishonadi. Bu yaxshi fazilat, lekin pul masalasida ishonch hujjat bilan bo'lish kerak. 8-qadam, rasmiy murojaat yozishni o'rganing. Agar pensiyangiz kechiksa, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport ma'lumoti, telefon raqami, yashash manzili. Pensiya turi. Muammo mazmuni aniq ko'rsatiladi. Masalan, 2025 yil falon oy uchun pensiya to'lovi bank kartamga kelib tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman. Arizaning nusxasini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. 9-qadam, farzandlar mas'uliyatni o'z zimmasiga olsin. Men bu videoni nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari ham eshitishini xohlayman. Ota-onangizning pensiya kartasi muddati, hujjatlari, sog'lig'i, nogironlik ko'rigi, manzili, telefon raqami yangilanganmi? Shularni bir marta tekshirib qo'yish katta savob. Ko'p keksa odamlar bolalarimni bezovta qilmay deb muammoni yashirib yuradi. Keyin to'lov to'xtaganda hamma yuguradi. Oldindan tekshirish osonroq. 10-qadam, mahalla va rasmiy xizmatlardan foydalaning. Agar yolg'iz yashasangiz, mahalladagi mas'ullarga murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi, bank filiali bular sizga yordam berishi kerak. Faqat hujjatlarni to'liq olib boring. Pasport yoki ID karta, bank kartasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, nogironlik hujjati, ishonchnoma, telefon raqami. Hujjat yetishmasa qayta borishga to'g'ri keladi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, bugungi eng muhim gap shuki, pensiya tizimida to'lovlar tobora elektron ma'lumotlar asosida yuritilmoqda. Shuning uchun hujjatdagi kichik xato ham katta kechikishga sabab bo'lishi mumkin. Bank kartangiz, pasportingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, nogironlik yoki ishonchnoma muddati, ish staji bo'yicha hujjatlaringizni albatta tekshiring. Pensiya tushmasa, avval bankni, keyin pensiya jamg'armasi bo'limi tekshiring. Ortiqcha pul tushsa, sababini aniqlamasdan sarflamang. Hech kimga SMS kod bermang. Kartangiz ma'lumotlarini aytmang. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni ota-onangizga, buvingizga, bobongizga, pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya vaqtida tushyaptimi? Karta yoki hujjat bilan muammo bo'lganmi? Qaysi savol sizni ko'proq qiynayapti? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va qo'ng'iroqchani yoqing. Chunki pensionerlar uchun muhim yangiliklarni o'z vaqtida bilish pulingizni ham, huquqingizni ham himoya qiladi.